Yo'ldagi obzorimizni davom etamiz. Navbat kapilniy орошение, ya'ni tomchilab sug'orish tizimini farsunkalari. Bular necha xil bo'ladi va bizda necha xili bor va nega ranglari har xil. 2 litr, 4 litr va 6 litrli bo'ladi. 2 litrli farsunka sabzavotlarga to'g'ri keladi. 4 litrli farsunka uzumzor, olma va 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan daraxtlarga to'g'ri keladi. Va 6 litrdan 8 litrgacha soatiga rasxod qiladiganimiz katta mevali daraxtlar, ildizi chuqurga cho'kkan daraxtlarga to'g'ri keladi. Bunimiz qorasi yoshi 5 yoshdan katta bo'lgan daraxtlarga. Aytgancha qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'shimcha ikkita tavsiya: qumli turpoqda kam-kamdan lekin tez poliv qilish kerak. Bu degani 2 litrli qo'yish kerak, ya'ni kichkina rasxodligini. Agarda loyli tuproqda bo'ladigan bo'lsangiz, katta 6 litrligini qo'yishingiz kerak, lekin kam polivat qilishingiz kerak, ya'ni kam sug'orishingiz kerak. Videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, saqlab qo'yish esdan chiqmasin va qizilchani ham qizartirib qo'yinglar.